Sim kartalarni qonun talablarini buzgan holda rasmiylashtirish endi jiddiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Petigorskda Markaziy Osiyo davlatlaridan birining fuqarosi ushlandi. Rossiyadan 597 nafar yurtdoshimiz O'zbekistonga qaytarildi. Maxachqaladagi ehtimoliy hujumning oldi olindimi? Yangi pasport olsam Rossiyaga kirish taqiqi yo'qoladimi? Ulyanovskda 13 yoshli qizni zo'rlashda ayblanayotgan 2 xorijiy fuqaro qamoqqa olindi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. 6-avgustdan operator xodimlari va sim karta rasmiylashtirishda vositachilik qiladigan shaxslar uchun javobgarlik kuchaytirildi. Bu o'zgarishlar 251-sonli federal qonun bilan belgilangan, lekin muhim jihati bor. Gap bir marta yo'l qo'yilgan xato haqida emas. Agar sim kartani rasmiylashtirish qoidalari takroran buzilsa va bunday qoidabuzarliklar uchun avval ham ma'muriy jazo qo'llangan bo'lsa, qonunda belgilangan shartlarga ko'ra jinoiy javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Xo'sh, xorijiy fuqaro uchun sim karta qanday rasmiylashtirilishi kerak? Sim karta shaxsan uning o'zi ishtirokida rasmiylashtiriladi. Shaxsning tasdiqlash va biometrik identifikatsiyadan o'tishi talab qilinadi. Shartnomaga sim karta ishlatiladigan qurilmaning IMEI raqami kiritiladi. Bir xorijiy fuqaro nomiga esa ko'pi bilan 10 ta raqam rasmiylashtirilishi mumkin. Agar operator xodimi yoki vositachi bu talablarni takroran buzsa, 500 ming rublgacha jarima, majburiy ishlar yoki majburiy mehnat, ozodlikdan cheklash, ayrim holatlarda esa 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu choralarning asosiy maqsadi telefon firibgarlari va boshqa noqonuniy sxemalar ishlatadigan anonim va seri sxemalar sim kartalarga qarshi kurashishdir. Sim kartani shaxsan o'z nomingizga va rasmiy operator yoki vakolatli sotuvchi orqali rasmiylashtiring. FSB ma'lumotlariga ko'ra, 2001-yilda tug'ilgan erkak shahar prokuraturasi yaqinida portlash sodir etishga tayyorgarlik ko'rgan. Qo'lga olingandan keyin e'lon qilingan videoda erkak Moskvadan Petigorskka ishlash uchun kelganini, internet orqali taqiqlangan tashkilot a'zosi bilan tanishganini va Amirga sodiqlik qasamyodi berganini aytadi. Я дал присягу по заданию Амира, я это сделал. В прокуратура Георгиевский и видео снимая отправили ему. FSB ma'lumotlariga ko'ra, unga quyidagi topshiriqlar berilgan. Prokuratura binosi atrofida razvedka o'tkazish, bino va uning atrofini videoga olish, video yozuvini kuratorga yuborish, portlovchi qurilma uchun kerakli qismlarni sotib olish va masofadan turib portlatishni tayyorlash. FSBning ta'kidlashicha, tintuv vaqtida portlovchi qurilmani yig'ish uchun mo'ljallangan qismlar, kimyoviy moddalar va shikast yetkazuvchi elementlar topilgan. Hujumdan so'ng erkak Suriyaga ketib, terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishni rejalashtirgan. U rejasini amalga oshirishga ulgurmagan. Portlash sodir bo'lmagan. Jabrlanganlar yo'q. Hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 30-moddasi 1-qismi hamda 205-moddasi 2-qismining A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud ayblanuvchini 2026-yil 28-sentyabrgacha hibsda saqlashga qaror qildi. Migratsiya agentligi 2026-yil 5-avgustda Moskva shahridagi vakolatxonasining iyul oyida amalga oshirgan ishlari bo'yicha rasmiy hisobot e'lon qildi. Hisobotga ko'ra, agentlik 597 nafar yurtdoshimizni O'zbekistonga qaytarishga yordam bergan. Qaytarilgan fuqarolarning 110 nafari ayollar, 228 nafari esa voyaga yetmagan bolalardir. Iyul oyida quyidagi ijtimoiy yordamlar ham ko'rsatilgan. 91 nafar fuqaroga bir martalik moddiy yordam berilgan. Vaqtincha boshpanasiz qolgan 83 nafar fuqaro bir oyga bepul hostelga joylashtirilgan. Og'ir kasallikka chalingan 3 nafar fuqaroning davolanish xarajatlari qisman qoplangan. 64 nafar fuqaroning ish beruvchilardan olinishi kerak bo'lingan jami 4 million rubl ish haqqi undirib berilgan. Bundan tashqari, ishsiz qolgan 220 nafar yurtdoshimiz Rossiyadagi 7 ta korxonaga ishga joylashtirilgan. 597 nafar fuqaro haqidagi ma'lumot bir reys yoki bir kunlik tadbirga emas, iyul oyining umumiy natijasiga tegishli. Sarosiyo tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan fuqaro ishlash uchun Maxachqalaga borgan. Davlat xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, u yerda Muhammad laqabli tengdosh mahalladoshi bilan yaqin aloqa o'rnatgan. Ular ijtimoiy tarmoqlarda aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan video materiallarni tomosha qilib, yana bir mahalladoshlarini guruhga jalb qilgan. 2005-yilda tug'ilgan yana bir mahalladoshini jalb etib, uchovlon Moskva va Istanbul orqali Suriyaga borishni rejalashtirgan. Biroq Moskvada o'zaro kelishmovchilik yuzaga kelgach, ulardan 2 nafari ortga qaytgan. Avtobusga minib Moskvaga bordik, keyin Moskvaga tushdik, keyin bir kun yotdik o'sha vokzalga, keyin ertasi kuni havoda aytibdiki, shu Kazandan amaliyot qilamiz deyapti, keyin boramiz. Uni eshitib, bizlar qilmaymiz dedik. Sizlar ketinglar bo'lsa dedi, men ketaman o'zim dedi. Kazanga ketdi, bizlar avtobus
avtobusga minib, o'sha vokzalni joyidan minib, yana qaytdik. Shundan keyin ham guruh faoliyatini to'xtatmagan. Davlat xavfsizlik xizmati va Rossiya Federatsiyasi huquq-tartibot idoralari hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noqonuniy guruh faoliyatiga chek qo'yilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sarosiyo tuman sudi 4 nafar shaxsning har biriga 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan. Jinoyat kodeksining 155 prim 2, 244 prim 1 va 244 prim 2 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, ularning har biriga 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Yangi pasport olsam, Rossiyaga kirish taqiqi yo'qoladimi? Samara aeroportidagi ushbu voqea bu savolga aniq javob berdi. Sud materiallariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga 2024-yil 26-fevralda, Rossiyaga 2028-yil 28-fevralgacha kirish taqiqlangan. 2024-yil 26-aprelda Pulkova 1 nazorat punktida unga bu taqiq haqida rasman xabar berilgan. Keyinchalik ayol O'zbekistonga qaytib, shaxsiy ma'lumotlarini o'zgartirgan va yangi ma'lumotlar kiritilgan amaldagi xorijga chiqish pasportini olgan. U yangi pasport bilan Rossiya Federatsiyasiga kirishga muvaffaq bo'laman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. 2026-yil 27-iyunda ayol Urganch Samara reysi bilan xalqaro aeroportga kelgan. Chegara nazorati vaqtida FSB xodimlari uni avval boshqa ma'lumotlar bilan qayd etilgan va Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqlangan shaxs sifatida aniqlagan. Natijada ayolga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-moddasi 2-qismi Rossiyaga kirishi taqiqlangan xorijlikning davlat chegarasini kesib o'tishi bo'yicha gumon bildirilgan. Bunday qilmish uchun 300 ming rublgacha jarima, 4 yilgacha majburiy ishlar yoki 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Ulyanovskda 13 yoshli qizni zo'rlashda ayblanayotgan 2 xorijiy fuqaro qamoqqa olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, hodisa 2026-yil 27-iyul kuni kechqurun Ulyanovsk shahrining Lenin ko'chasidagi hovlilardan birida sodir bo'lgan. 20 va 22 yoshli 2 xorijiy fuqaro 13 yoshli qizga nisbatan jinsiy jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi 3-avgust kuni ular ushlanganini ma'lum qildi. Keyin ayblov qo'yilib, sud qarori bilan tergov davrida qamoqqa olingan. Bu hali hukm emas. Ularga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 4-qismi B bandi 14 yoshga to'lmagan shaxsni zo'rlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Ayb sudda isbotlansa, 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. 2026-yil 10-avgust kuni Rossiyaning Tatariston Respublikasi Nijnekamsk shahrida dronlar hujumi oqibatida og'ir fojia yuz berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum natijasida halok bo'lganlar orasida 7 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ham bor. Qozon shahridagi O'zbekiston bosh konsulxonasi ushbu ma'lumotni tasdiqlab, Tatariston huquqni muhofaza qiluvchi organlari va boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib borayotganini ma'lum qildi. Ochiq manbalarda halok bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining ism-shariflari hozircha to'liq e'lon qilinmagan. Hozirda barcha holatlar vakolatli organlar tomonidan o'rganilmoqda. Halok bo'lgan yurtdoshlarimizning jasadlarini O'zbekistonga yuborish bilan bog'liq zarur huquqiy va tashkiliy masalalar ham hal qilinmoqda. Qozondagi O'zbekiston bosh konsulxonasi ham bu masala bo'yicha ish olib bormoqda. Konsullik xodimlari befarq turgani yo'q. Ular Rossiya tomoni va tegishli idoralar bilan aloqada bo'lib, zarur choralarni ko'rmoqda. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.